Ko'z o'ngimizda shiddatli daryodek oqayotgan hayot insonni o'z oqimida turli sinovlarga ro'baro qiladi. Jonimizni goh o'tga, goh suvga, goh kutilmagan zarbalarga duchor etadi. Qaydadir o'qib qoldim. Dunyoda insonga berilgan ne'matlardan eng ulug'i bu vaqt deya e'tirof etilgandi. Nima deysiz? Rostdan ham shundaymikan? Bir qarashda bu fikrga siz ham, men ham qo'shilamiz. Boisi tong otishi bilan rejalashtirib qo'ygan yumushlarimizga shoshamiz, nonushta qiliboq ishga otlanamiz. Hamkasblar suhbati, ish jarayonlari, sevimli kasbimiz bilan mashg'ul yurib, kunning qanday botganini sezmay qolamiz. Yana uyga qaytib oilamiz bag'rida baxtli lahzalarni yashaymiz. Ammo hammada ham shundaymi? Biz shu baxtli lahzalarni his qilishimiz uchun yana bir ulug' ne'matning borligini unutib qo'ymadikmi? Biz shu baxt qo'rg'onida jaranglab turgan quvnoq kulgularning borligi sababi yana bir aziz ne'mat ekanligini tan olamizmi? Esladingizmi? Ha, xuddi siz o'ylagandek, bu ne'mat sog'lik. Sog'lik bor tandagina baxtni, xotirjamlikni his qilish mumkin. Sog'lom odamgina vaqtning daryodek shiddat bilan oqayotganini his etadi. Ammo xasta, bemor kishi uchun vaqtning o'tishidek azob, iztirob yo'q. Botayotgan quyoshga qarab, sahar shu quyoshning chiqishini yana ko'rarmikanman degan og'ir va iztirobli savol qiynagan bemorning qalbiga nazar soling. Unda zarracha sog'lom hayotga umid qolganmikan? Bu dunyoda sog'lom va baxtli umr kechira olmaslik armoni o'rtagan xasta dillarning yonida bir lahzanigina yashab ko'ring. Siz shundagina inson uchun eng ulug' ne'mat sog'lik ekanligini tan olasiz. Vaqtni, baxtni, shodlikni, hayotni va nimaiki boshqa ne'mat bo'lsa, hammasini his qildiruvchi bu salomatlikdir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham aytgan ekanlar. Ikki ne'mat borki, ko'p odam ularni boy berib qo'yadi. Sog'lik va bo'sh vaqt. Va yana dono xalqimizda ham shunday maqol bor. Bir kunlik isitma 40 kunlik kuchni olar. Qadrdonim, bundan xulosa shuki, yoningizda, oilangizda xasta inson bo'lsa, vaqtni boy bermang. Unga umidsizlikdan, tushkunlikdan najot bo'lguvchi, unga baxtli hayotni his qilishga imkon berguvchi, dardlariga malham, ruhiga ko'tarinkilik bag'ishlovchi najot o'zani bor. Bu o'zan Murod shifo klinikasi. Mashhur tabiblar marhum Murodjon Abdullayev Ne'matjonovich asos solgan Murod shifo klinikasining qo'li yengil shifokorlari bilan yaqinlaringizni darddan xalos qiling.